Jag'ing tinmay yeysan, na semirishingdan darak bor, na bola berishingdan. Sheriklaringda nima kamchilik bor? Sizlarda ham mollaring qancha ko'p yesa, shuncha semirmayaptimi? Ko'pincha sigirlarda sut berish davrida alimentar distrofiya, ya'ni moddalar almashinuvi buzilishi yuzaga keladi. Agar siz bu holatni tezda bartaraf etmasangiz, sigiringizni yegani yuqmaydi va sizga sifatsiz bola beradi. Agar uyingizda bitta bo'lsa ham chorva hayvoningiz bo'lsa, bizning kanalga obuna bo'ling. Chunki bunaqangi foydali videolarni juda ham ko'p chiqaramiz. Agarda sizning ham sigiringizda xuddi shunaqa vaziyat bo'lsa, Chevitasol tarkibida butafosfon hamda B12 saqlovchi vitamin kompleks bo'lib, hayvoningizdagi moddalar almashinuvini ta'minlab beradi. Qilinish tartibi 15-20 ml hajmda bir hafta 10 kun oralatib muskul orasiga inyeksiya qilsangiz, sizning ham sigiringizda albatta o'zgarishni sezasiz. Agarda inyeksiya qilishni bilmasangiz, Enervit vitamin kompleksini 10 kg yemiga 10 gram hisobida bersangiz bo'ladi va albatta ushbu vitamin kompleksni berganingizdan keyin o'zgarishni sezasiz. Agar videomiz siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, shu videoga like bosib, xuddi shunday sigir boqadigan do'stlaringizga jo'natib qo'ying.